Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Samarqand mashina bozoridan Nexia 1, Nexia 2 variantga arzonga har xillardan bor. Agar siz kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya tugmachasini bossangiz bizdan chiqayotgan birinchilardan biri ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram, chap tomonda Telegram kanalimiz bor. Ularga ham kirsangiz har xil videolar qo'yib boramiz. Sizga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz yo'ligimizni boshlaydik. Nexia 1lardan ko'rsatib boraman. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like, bitta podpiska bo'lish esingizdan chiqarmang. Yili 2007, faralarga e'tibor bering. Faralar LED qilingan, lobovoylar gerb qilingan. Hozir motor hadolarini ko'rsatib boraman. Motori Sonstrambular motor qilib chiqqan ekanlar akamiz. Hali 5 kungina bo'lgan ekan. Motor ishlari hech qanday rasxod yo'q deb aytayaptilar. Moy-poy yemay deb aytayaptilar. Propan tabletkasi o'rnatilgan. Qo'li gidrolika. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salon ishlariga bitta e'tibor bering. Salon ishlari lyuks. Polik evakor tashlab qo'yilgan. Chiqolar yaxshi o'rnatilgan. Yurgan probegi qancha aka? 219 ming halol uzun yurgan deb aytayaptilar. Audio sistema, orqa holatlari. Mashina qayerda mashina aka? Mashina Al-Buxoro mashina ekan. Krasvasi asvejit qilingan ekan, lekin udar-pudar bo'lmagan ekan. Kraskasi o'chganligi sababli shuning uchun asvejit qilingan ekan. Hech qanaqa udar-pudar yo'q deb aytayaptilar. Balon holatlari yaxshi. Zapaska balon joyida turibdi. Aka qancha so'rayapsiz aka? 35 million deb aytayaptilar. Yana ozroq savdosi bor. Sam avto brendidan chiqsangiz agar yana ozroq savdosi bor deb aytayaptilar. Variant kubatorga bormi? Barterga bor, variantga. Xo'sh, telefon nomer 99lik 311 33 31 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Teklardan ko'rsatib boraman. Yili 2012. 3-pakalali metan gaz o'rnatilgan, metanning 90 taligidan o'rnatilgan. Faralarga e'tibor bering. Faralar LED faralar o'rnatilgan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salon ishlari lyuks, polik, chol. Yurgan probegi 2 kundan ziyodroq yurgan ekan. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Mana shu yerda pitmochasi bor deb aytayaptilar. Ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Mana shu yerda ham ozroq pitmochasi bor ekan. Ichiga o'tmagan deb aytayaptilar. Mashina qayerda mashina aka? Mashina Bulong'ir mashina ekan. Orqalari zapaska balon beraman deb aytayaptilar. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Aka qancha so'rayapsiz aka? 4200. 4200 debsiz. Yana ozroq savdosi bor, Sam avto brendidan chiqsaga 4000 ga berib yuboraman deb aytayaptilar. Variantdagi bater bormi? Bor. Telefon nomer 91lik 540 0019 0019 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 yil 2014. Faralarga e'tibor bering. Faralar LED qilingan. Hozir motor hadolarini ko'rsatib boraman. Motori 1.6 dekor akkumulyatorlarda, mashina benzinda. Motor hadolari hech qanday ishi yo'q deb aytayaptilar. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan. Salon ishlari e'tibor bering. Chol, polik. Yurgan probegi 105 ta yurgan ekan. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Kraskasi mana shu yerda ozroq pitnosi bor deb aytayaptilar, lekin ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan deb aytayaptilar. Mashina qayerda mashina aka? Qayerda mashina? Mashina bulvar mashina ekan. Orqalari zapaska balon joyida turibdi, tushmagan ekan. Samarqand shahar mashina ekan. Xo'sh aka, qancha so'rayapsiz aka? 4200 bo'lishi. 4200 bo'lishi deb aytayaptilar. Ozroq savdosi bormi? Savdo avto brendidan chiqsak? Xo'sh, yana ozroq savdosi bor. Cho'naqda qilib beraman deb aytayaptilar. Variant yoki barter bormi? Faqat narx. Faqat narxi deb aytayaptilar. Telefon nomer 90lik 101 1082 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 1 yili 2002. Hozir motor hadolarini ko'rsatib boraman. Motori Sons, metan gazlar o'rnatilgan, dekor akkumulyatorlarda. Faralarga e'tibor bering. Faralar LED qilingan, lobovoyga e'tibor bering. Lobovoylar gerb qilingan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan. Salon ishlari lyuks.
Nexia 2 qilingan ekan tarpetalar, polni, koja sidenalar yaxshilardan o'rnatilgan, taqilgan. Qolgan evakor, monitori bor. Yurgan praviga noma'lum deblar, tab almashgan. Video registrator bor ekan, orqa holatlari. Aka kratkasi necha foiz bor? Kraska usti bo'lgan. Usti bo'lgan deb aytayaptilar. Lekin ichiga o'tmagan deb aytayaptilar. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Zapaska balon beraman deb aytayaptilar. Mashina Samarqand shahar mashina ekan. Aka qancha so'rayapsiz aka? 3200 so'rayapmiz. 3200 so'rayapsiz. Yana ozroq savdosi bor, samoqda birinchi necha pul qilasiz? 200 o'tib beramiz. 3000 ga naqd qilib berar ekanlar. Ha, 3000 naqd bo'lsa beramiz. Xo'sh, variantdagi barter bormi? Barter bor. Xo'sh, telefon nomer. 50lik 50lik 071 071 74 74 24. telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 lardan ko'rsatib boraman. Yili 2009, faralar LED qilingan. Aka, bata kapotni ochasizmi aka? Mashina qayerda mashina aka? Mashina chelakni mashina ekan. Motor 1.6 metan nechalikdan o'rnatilgan? Metan 100 likdan o'rnatilgan. Motor hadovalari qanday? Mo'y yemaydimi? Motor hadovalari zo'r deb aytibdi, hech qanday pasxoda yo'q deb aytibdilar. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Hozir sizlarga salonlarni ko'rsatib boraman. Salon ishlari, poliklari bor, chiqolari bor. Yurgan probegi 5 krug yurgan ekan, audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Metan nechalikdan o'rnatilgan? Metan 100 likdan o'rnatilgan ekan. Orqalari zapaska balon yo'q, lekin beraman deb aytibdilar. Aka, variantli barterga bormi? Faqat naqd deb aytibdi. Qancha so'rayapsiz? 29 million bo'lsa naqd berib yuboraman deb aytibdilar. Variant telefon nomer 99lik 181 1042 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 1 yili 99 faralarga e'tibor bering, faralar LED qilingan, o'z motor hadovallarini ko'rsatib boraman. Motor Sons Delcor akkumulyatorlarda metan nechalikdan o'rnatilgan? Metan 100 lik o'rnatilgan, motor hadovalari zo'r deb aytibdilar. Hech qanday ishi yo'q, ha, motor hadovalari. Xo'sh, mo'y yema ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Labovoyga e'tibor bering, labovoy gerb qilingan, tonirovkasi bor, salon ishlari, chiqoli bor, poliklar elevakor tashlab qo'yilgan. Yurgan probegi 4,5 krug yurgan ekan, audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Mashina Samarqand shahar mashina ekan. Orqalari zapaska balon joyda turibdi. Trakkasi asfalt qilingan ekan, lekin ichiga o'tmagan aytibdilar, udar-pudar bo'lmagan ekan. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 300 million. 300 million va yana arzonroq kelishtirib berasiz, Samarqand bilan chiqsa. Variant inkubatorga bormi? Naqd. Naqd deyapti, telefon nomer 90lik 90lik 505 505 07 07 90 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 1 yili 97-yil. Hozir motor hadovallarini ko'rsatib boraman. Motori soz, 100 lik metan gaz o'rnatilgan. Motor hadovalari qanday? Chotka aka. Chotka deb aytibdi, hech qanday mo'y yemaydi. Yo'q. Xo'sh. Balon holatlari. Mashina qayerda mashina? Mashina Pasarg'om Arabxonaniki ekan. Panoramkasi bor, salon ishlari, lyuks, polik, chiqol. Yurgan probegi 3,5 krug yurgan ekan, audio sistema, orqa holatlari. Kraskasi qayerlarda bor aka? Kraska bor aka, 45-50%. 45-50% bor debdilar, lekin uchiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan. Yo'q. Misoligi metan turibdi, orqalari. Qancha so'rayapsiz aka? Aka 22 million so'rayapman. Samavto bilan necha pul qilib berasiz aka? Agar siz obunachilar chiqsa aka, 20 millionga beraveraman. Xo'sh aka, variant barter bormi? Yolashamiz. Telefon nomer 90lik Xo'sh. 224 2409. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkilardan ko'rsatib boraman. Agar videomiz yoqgan bo'lsa, bitta like, bitta podpiska bo'lsa esdan chiqarmang. Faralarga e'tibor bering. Faralar LED qilingan, oldlari ablisovga R5 qilingan. Hozir motor hadovalarni ko'rsatib boraman. Motori gibrid. Metan nechalikdan o'rnatilgan aka? Metan nechalikdan o'rnatilgan?
100 talik. Metan 100 talikdan o'rnatilgan, rol gidralika. Rol gidralika. Rol gidralka, salon prostoy. Xo'sh, salom prosto, yoping aka. Xo'sh aka. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan, salon ishlari. Salon prosto, chihol tashlab qo'yilgan. Polik bor. Audio sistema yurgan 118 ming yurgan. Orqadan ko'rishlari. Zapaska balon joyda turibdi. Aka qancha so'rayapsiz aka? Qancha so'rayapsiz? Aka 50 million so'm debman, kelishamiz. Hozir yana arzon qilib beradilar, samavto biridan chiqdi deb aytayaptilar, choy naqd qilib beraman deb aytayaptilar. Variant inkubatorga bormi? Yo'q aka, naqdga gaplashamiz. Naqd aytayaptilar. Telefon nomer kelishamiz. 91lik 91lik 526 526 55 55 16. 16. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Mana shu yerda ham ostingizdan ozroq chiqmasin, ichidan ozroq chiqmasin. Yozroq petnochasi bor ekan, ichki o'tmagan, udar-putar bo'lmaganini aytibdilar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. X2 yili 2012 faralariga e'tibor bering. Faralar LED qilingan. Hozir motor radovlarini ko'rsatib boraman. Lux konditsioner, metan gazlar o'rnatilgan, motor gibrid. Motor radovlari hech qanday ishi yo'q deb aytibdilar. Moy-poy yemay deb aytibdilar. Labovoga e'tibor bering, labovoga gerb qilingan, 906 mejer putlari bor ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan. Salon ishlari lyuks. Polik evakor tashlab qo'yilgan. Chiqollari bor. Yurgan probegi 115 ta yurgan ekan, halol uzun yurgan deb aytibdilar. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Kraskasi necha foiz bor aka? Kraskasi 10% bor deb aytibdilar. Ichiga o'tmagan, udar-budar bo'lmagan deb aytibdilar. Zapaska balon joyda turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari. Metan nechtalikdan o'rnatilgan? Metan nechtalik? Metan 90 talik o'rnatilgan. Qancha so'rayapsiz? 4 ming deyapsiz. Yana ozroq savdosi bormi? Xo'sh. Variant inkubatorga bormi? Telefon nomer 94 849 65 55 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 yili 2009 faralarga e'tibor, faralar LED qilingan, labovoga e'tibor, labovolar gerb qilingan. Motori 1.6 Derkor akkumulyatorlarda 90 talik metan gaz o'rnatilgan. Ruli gidralika. Aka qayerlarda kraskasi bor? Bitta eshigida kraska bor. Bitta eshigida kraskasi bor deb aytibdi. Petno bo'lgan, menimcha aka. Siz tashqi tomoniga sepilgan. Xo'sh, ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan. Balonlar yangisidan o'rnatganman deb aytibdilar aka. Hali bir haftagina bo'lgan ekan. Panorovkasi bor. Salon ishlari. Polik, chihol, audio sistema. Yurgan probegi qancha aka? Yurgan probegi qancha? 173 ta. 173 ta halol uzuni yurgan ekan probegi. Mashina qayerda mashina? Payariq. Mashina payariq mashina ekan. Zapaska balon bor. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 3,5 ming so'rayapti. 3,5 ming so'rayaptilar. Yana ozroq savdosi bor. Samavto brendan chiqsa necha pul berasiz aka? Cho'ldan qayting bir aka. 3200 qilib beramiz aka. 3200 qilaylik naqdga aka. Naqd pulni 3200 bo'lsa naqdga berib yuboraman deb aytibdilar. Variant barterga bormi? Yo'q, aka. Faqat naqd deb aytibdilar. Telefon nomer 97lik 97lik 934 934 1122. 1122 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Saytlardan ko'rsatib boraman. Yili 2014 faralarga e'tibor bering. Faralar LED faralar o'rnatilgan. Hozir motor hadovlarini ko'rsatib boraman. Motori gibrid. 3-pokoleniya metan gaz o'rnatilgan, metan 80 taligidan o'rnatilgan lyuks konditsioner. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. 4 ta eshik shumka qilingan ekan. Salon ishlari lyuks, polik, chihol. Yurgan probegi 290 ta yurgan ekan. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari.
Moshin Pasarg'omniki ekan. Mana shu yerda ozroq petnochasi bor deb aytayaptilar. Mana shu yerda ham ozroq petnochasi bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan deb aytayaptilar. Orqalari zapaska balon yo'q, lekin beraman deb aytayaptilar. Variant yo'q, barterga bormi? Kelishtirib beramiz aka. Xo'sh, Samavto brendidan chiqsangiz agar 4800 deb aytayaptilar, naqdga 4,5 ga qilib beraman deb aytayaptilar Samavto brendidan chiqsangiz agar. Variant yoki barter bormi? Kelishamiz aka. Kelishamiz deb aytayaptilar. Telefon nomer 91lik 91lik 032 032 32 02. 32 02 telefon qilib aloqaga chiqasizlar.